Kim nima desa desin, lekin sud bu har doim lotereya bo'lgan. Ya'ni uni oldindan nima bilan tugashini hech qachon bilmaysiz. Siz 99% to'g'ri bo'lib haq bo'lsangiz ham, lekin 1% ham juda katta rol o'ynaydi va siz yutqizib qo'yishingiz mumkin. Bugun siz bilan demak sudda yutib chiqish uchun 5 ta qadam aytib o'tgan edim oldingi videolarimda. Shuni birinchisi bo'yicha, ya'ni pozitsiyani belgilash bo'yicha chuqurroq sizlarga demak ma'lumot berib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring va do'stlaringizga ulashing. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli kanalim obunachilari. Demak, bugun yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Hamma yangi yillarni yaxshi o'tkazib olgan bo'lsa, demak, bugun siz bilan o'sha 5 ta qadam aytib o'tgan edim oldingi videolarda. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, oldingi videolarimni bir ko'rsangiz, yaxshilab tushunib olasiz. Ya'ni sudda yutib chiqish uchun 5 ta qadamni qilishimiz kerak. Agar siz mustaqil harakat qilmoqchi bo'lsangiz, bu advokat yollamasdan o'zi mustaqil harakat qilib ko'rish xohlaganlar uchun video. Advokatlar ham ko'rsa, bu narsa hech ziyon qilmaydi. Men buni qayerdan oldim bu 5 ta qadamni? Bu o'zimni demak o'sha 15 yilga yaqin advokatlik, yurist sifatidagi tajribamdan kelib chiqib turib, sudlarda juda ko'p ishtirok etganman. Hamma sohasidagi sudida ishtirok etib ko'rganman. Shulardan kelib chiqib turib, o'zim belgilab olgan bir pozitsiya. Shu bilan sizlarga bir o'rtoqlashmoqchi bo'ldim. Kimgadir agar foydasiz tegadigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lardim. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, nisbatan men ko'proq sizlarga fuqarolik sudlari va iqtisodiy sudlar bo'yicha bu narsa qo'l keladi ko'proq. Jinoyat sudiga ham to'g'ri keladi aslida. Unga ham qo'llasangiz bo'ladi. Umuman hamma sudga qo'llasangiz bo'ladi aslida. Lekin men ko'proq fuqarolik va iqtisodiy pozitsiyadan gapiraman sizlarga. Demak, birinchi narsa nima qilishimiz kerak? Agar sizni boshingizga shunaqa mushkulot tushgan bo'lsa, siz o'zingizni shu qonuniy huquqlaringizni himoya qilish uchun advokatni oldiga maslahatga borgan bo'lsanglar, advokatni birinchi qiladigan ishi nima? Hech kuzatganmisiz? Advokat har doim oldingizga nima bilan chiqadi? Bitta qog'oz bilan chiqadi, to'g'rimi? Qog'oz oladi, bitta qalam oladi. Va siz o'zingiz dardingizni aytasiz, shunaqa deb, u kerakli joylarini yozib oladi. Nimaga shunaqa qiladi? Bu maqsadni belgilab olishimiz uchun, qayerga qarab ketishimizni belgilab olish uchun bizga kerak. Birinchi qiladigan ishingiz pozitsiyani belgilashdan oldin yoki qanaqandir muammoni hal qilish, yuridik muammoni hal qilish uchun nimalardir rejalashtirishdan oldin sizda ikkita savol bo'lishi kerak. O'zingizga o'zingiz bering. Oynaga qarab berasizmi yoki bitta qorong'uxonaga kirib olib o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasizmi? Lekin bitta savolni aniq bering va keyin harakat qiling. Chunki ahmoq kalla oyoqqa dam bermaydi degan maqolni eshitganmisizlar? Siz nima uchun harakat qilayotganingizni bilmasangiz, siz yuraverasiz. Hammani maslahatini olib, yuridik masalalarda ayniqsa shoferlarni ko'chaga chiqqan любой odamdan, xohlagan odamingizdan so'rayverasiz. Hamma har xil gaplarni gapiraveradi. Afsuski, hamma ham bu masalada to'g'ri maslahat bermasligi mumkin. Demak, ikkita savolni berishingiz kerak o'zingizga. Nima uchun u narsa kerak sizga? Tushunadimi? Siz nima uchunligini haliga belgilab oladigan bo'lsak, sizda demak harakat qilishga demak motivatsiya bo'ladi, maqsad bo'ladi. Masalan, kimgadir o'zingizni haqligingizni ko'rsatib qo'yish uchun qilayotgan bo'lsangiz, harakat qilayotgan bo'lsangiz, buning uchun qiladigan rasxod, ya'ni chiqimlaringiz shu narsani qoplaydi. Kerak emas bu narsa. Men u ko'rsatib qo'ymoqchiman, boshqa qilyapman degan narsa bilan ish bitmaydi. Agar siz haqiqatda o'zingizni huquqlaringizni himoya qilib, qanaqandir mol-mulkka yoki shu katta
anaqaga ulushga boshqasiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni shu narsa qiladigan harakatlar uchun stoyishimi, ya'ni ruscha gapirib yubordim. Ya'ni shunga arziydimi? Shu narsani belgilab olishingiz kerak. Agar shuni belgilab olganingizdan keyin ikkinchi savol keladi. Qanday qilib? Birinchi nima uchun, keyin qanday qilib? Tushunarli? Ana o'shanda hamma narsa o'z o'rniga tushadi. Ya'ni qonuniyatlar, sistema hammasi o'zining o'rniga tushadi. Birinchisi, demak, pozitsiyani belgilash uchun qog'ozni olasiz. Nima uchun sudga borishim kerak yoki nima uchun sudga o'z berishim kerak? Va bu yo'llari sudgacha hal qilsa bo'ladigan narsalar bormi, yo'qmi? Masalan, ko'pgina odamlar sud srazu miyasiga sud degan fikr kelaveradi. Sud bu oxirgi chora. Shuni bilib qo'ying. Juda ko'p narsani tinch yo'l bilan hal qilsa bo'ladi. Ya'ni kelishuv qilsa bo'ladi. Hozir mediatorlik degan soha ham chiqqan. Demak, odamlarni kelishtirib qo'yadi, boshqa qiladi. Notariusda bitadigan ishlar bor. Sud qachonki nizo kelib chiqib, oxirali pichoq kelib taqaladi-yu, o'shandagina murojaat qilinadigan narsa. Va sud xarajatli, sud bu stress, sud bu har doim noaniq. Tushunarli? Nima bo'lishini siz bilmaysiz. Shuning uchun qog'ozga yozamiz. Maqsadlaringiz nima? Masalan, uyga kiritib qo'yish yoki ajrashish kerak yoki mol mulki bo'lish kerak yoki mashaq qilib yozib olasiz o'zingizga va shu bo'yicha harakatni davom ettirasiz. Masalan, mol mulki bo'lish bo'yicha yozdingiz maqsadingiz. Mol mulki bo'lishim kerak. Va siz nima uchun u mol mulkdan sizga ulush tegishi to'g'risida asosni belgilab olishingiz kerak. Nima sababdan? Chunki siz bu mulkka qanaqandir qisman egasimisiz? Yoki u sizga meros bo'lib qolganmi? Nima asosida u mol mulkka bo'lishingiz kerak? Shu narsaga aniqlik kiritishingiz kerak. Va har xil nizodan oldin qilinadigan ishlarni ham qilib ko'rishingiz kerak. Masalan, o'sha nizolashayotgan taraf bilan borib bir gaplashib ko'rishingiz kerak. Balki tinch yo'l bilan harakat qilsa bo'lar, qanaqandir kelishuv qilsa bo'lar. Hamma narsa pozitsiyalarni belgilab olganingizdan keyin, agar shunda ham imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, demak, sudga murojaat qilish kerak va da'vo ariza bilan murojaat qilinadi sudga. Tushunarli? Da'vo arizani qanaqa yozish kerak degan juda ko'p savollar berishadi. Juda ham oddiy. Internetga kirsangiz ham juda ko'p qanaqa yozilishi boshqasi, lekin eng asosiysi protsessual kodekslar bor. O'zbekiston Respublikasida hamma sud jarayonlari o'sha protsessual kodekslar, masalan, jinoyat protsessi bor, fuqarolik protsessi bor, iqtisodiy protsessual kodeks bor. Masalan, ma'muriy ishlarni, sud ishlarini yuritish to'g'risida kodeks bor. Hammasida belgilangan. O'sha yerda konkretniy yozilgan moddasi bor. Nima yozilishi kerak da'vo arizada, nima so'ralishi kerak, ketma-ketligi hammasi ko'rsatilgan. Shularni yozsangiz bo'ldi. U qanaqandir shaklda bo'lishi kerak, tepasi mana bunaqa kichkina yozilishi kerak, o'rtada qora bo'lishi kerak. Unaqa narsa o'zi aslida yo'q. Просто qulay bo'lish uchun shunaqa shaklga keltirib olingan. Siz agar shu moddada yozilgan har bitta talabga javob beradigan bo'lsa, sud buni qabul qilishi shart. Tushunarli? Ya'ni uni отказ qilish uchun asos kerak bo'ladi sudga ham. Agar hammasi modda bo'yicha yozilgan bo'lsa, uni qabul qilish shart. Tak. Endi tema ozgina kattaroq bo'lganligi uchun ma'zur tutasizlar, ozgina o'tlab ketishim mumkin. Ko'p gapirib yuborsam uzr so'rayman sizlardan. Lekin hamma gaplar bu joyda ortiqcha gap bo'lmaydi. U hamma narsa kerak bo'ladi. Tak. Da'vo ariza kiritish kerak. Endi da'vo arizada nimalarni o'zi so'rashimiz kerak. Va siz o'zingizni pozitsiyangizni belgilash uchun eng asosiy vajingizni keltirishingiz kerak da'vo arizada. Ya'ni juda ko'p insonlar o'zini sudga tayinlanayotganda pozitsiyasini belgilashda qancha ko'p mani vajlarim ko'p bo'lsa,
shuncha men sudda yutib chiqishim mumkin degan noto'g'ri, judayam noto'g'ri fikrga kelib qolgan. Aslida unaqa emas. Agar siz 10 ta, 20 ta vajimni sanab bersam, sudda yutib chiqaman deb o'ylasangiz, juda katta xato qilasiz, chunki sudda siz strategiya bilan harakat qilmasangiz, u yerda sudyani chalg'itib qo'yishingiz mumkin. Tushunarli? Sudyaga juda katta sud ishi bog'liq va sudyani siz chalg'itsangiz, demak noto'g'ri hal qilib qarori chiqishi mumkin sizga nisbatan. Chalg'itish qanaqa bo'ladi? Siz o'zingizni maqsadingizni belgiladingiz. O'sha yo'nalishda da'vo ariza yozyapsiz. Va da'vo arizada yozayotganda u qonun bilan uni, demak, pozitsiyangizni nima desa bo'ladi? Mustahkamlashingizga to'g'ri keladi. Va shunda siz o'zingizni muammoyingizni qanaqa qilib mustahkamlashingiz va sudda avval ham shunga o'xshagan muammolarda qanaqa ular harakat qilishi mumkin va nimalarga e'tibor berish kerakligini bilish uchun ikkita kodekslar, qonunlardan tashqari ikkita yana juda kerakli bo'ladigan tavsiyani beraman sizlarga. Birinchisi, bu o'sha yo'nalishdagi ishlar bo'yicha sud plenum qarorlari. Bir. Ikkinchisi, masalan, o'tgan yillar bo'yicha, masalan, sud.uz saytida sudlarning obzori bo'ladi. Obzor. Ya'ni sudyalar har yili, har chorakda qilingan ishlar, mana bunaqa da'vo arizalar bo'yicha bunaqa chora ko'rildi, bunaqa hal qiluv qarori chiqdi degan o'zini obzorini berib boradi. Ana o'sha obzorni erinmasdan o'qib, o'zingizga o'sha o'zingiz bilan bog'liq, sizning muammoyingiz bilan bog'liq joylarni belgilab, o'shalardan foydalanishingiz kerak. Erinmasdan sudda o'sha plenum qarorlarini o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va tushunmasangiz 2 marta o'qing, 3 marta, 4 marta, 5 marta o'qiysiz. Kerak bo'lsa 10 marta o'qiysiz va tushunib olishingiz kerak. Hijjalab, sekin o'qishga harakat qiling. Advokatlar aynan xuddi shunaqa qiladi. Men aynan har safar bitta ishga kirishganimdan keyin yangi qonunlarni oldin tanish bo'lmagan menga qonunlarni o'qib, sudda obzorlarini ko'raman, plenum qarorlarini ko'raman. Sud bu holatda nima chora ko'rdi-yu, bu holatda nima chora ko'rdi deb shunga urg'u berishni boshlayman va tushunmagan qonunni moddalarini kerak bo'lsa 10 martalab sekin kerak bo'lsa ruschasini ham o'qib tahlil qilishga harakat qilaman. Bu boshqa ilojisi yo'q. Har bitta advokat, o'zini ishini puxta biladigan advokat xuddi shunaqa qiladi. Boshqacha yo'li yo'q. Tushunmasangiz kimlardandir so'rashingiz mumkin. Meni Telegram kanalim bor, agar qisqa kichkina savollar bo'ladigan bo'lsa Telegram kanaliga kiringlar. U yerda guruh qilib qo'yganman. Guruhda demak savolingizni bersangiz bo'ladi, qisqa savollar. Endi to'g'ri, juda chuqur savollar bo'yicha bosh qotira olmaymiz, chunki vaqtimiz chegaralangan. Shunaqa narsalarni harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Belgilab oldingiz, nimaga e'tibor berishni bildingiz, qayerdan ma'lumotlarni olishni bildingiz. Lex.uz bor saytda, shu O'zbekiston Respublikasi hamma qonunlari bor. Sud.uz saytiga kirib turib, bu yerda obzorlarni, plenum qarorlarini olsangiz bo'ladi. Va eng sudda qatnashmoqchi bo'lgan insonga eng kerakli bo'lgan narsa bu demak protsessual kodekslar. Tushunarli? Mana shunga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Internetda ham buni elektron variantlari bor. Nimaga protsessual kodeks bizga kerak bo'ladi? Chunki sud shunaqa jarayonki, sud O'zbekistonda ramkaga solib qo'yilgan. O'zi juda ham oson. Ya'ni ramkaga solib qo'yilgan. Hamma sudyani sud protsessida, ya'ni jarayonida qiladigan hamma harakatlari, sizning harakatlaringiz, sizning huquqlaringiz hammasi yozilgan kitobda. Mana shu kitobda demak yozilgan bo'ladi. Shundan chiqib ketishga hech kimning haqqi yo'q. Tushunarli? Sud bu xuddi mahallada yig'ilishlarda qatnashgan bo'lsangiz, mahalla raisi demak o'sha yig'ilishlarda raislik qiladigan bo'lsa, sud ham xuddi shunga o'xshagan narsa, faqatgina davlat tomonidan alohida
ajratilgan, alohida statusga ega bo'lgan sudya bilan olib boriladi va kodeksga to'liq amal qilingan holatda. Ya'ni ramkaga solib qo'ygan. Kodeksdan chiqib keta olmaydi. Tak. Ketdik-a, kodeksni boshqasini hammasini qildik. Va pozitsiyangizda sizni vajlaringizni ichida nima dalillar keltirishingiz kerak, vaj keltirishingiz kerak. Eng asosiy vajlaringiz bu sizga qarshi, ya'ni e'tiroz bildirib bo'lmaydigan 100%lik, demak siz haq bo'lgan vajlaringizni birinchi o'ringa qo'yasiz. Birinchi o'ringa qo'yasiz yoki bu narsa juda ko'p bo'lmaydi. Hech qachon 10 ta vaj keltirmang. Bitta, ikkita boshqa shart emas. Bitta bo'lsa bittasini ushlang. Bo'ldi. Maydalashib, pachakilashib o'tirmang. Bitta yoki ikkita vajni shunda olasiz, shuni ushlaysiz. Shu bilan bog'liq pozitsiyani belgilaysiz. Bo'ldi. Ana o'shanda yutib chiqasiz. Agar siz 10 ta vaj keltiradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Hozir aytib beraman, qarang. Siz vajlarni zo'r bor sizda, e'tiroz bildirib bo'lmaydigan, inkor qilib bo'lmaydigan sizda dalillar turibdi. O'sha dalillarni aytasizda, keyin orqasidan haligi asosiy bo'lmagan vajlarni aytishni boshlaysiz. Narigi tomonning advokati bo'ladigan bo'lsa, u tomonning advokati keyin sizga savol berishni boshlaydi. Ya'ni siz e'tiroz bildira olmaydigan, ya'ni aniq bo'lmagan narsalar bo'yicha siz tortishasiz. U bunaqa deydi, siz bunaqa deysiz va sudya shu narsaga e'tibori ketib qoladi. Tushunarli? Sudni narsasi, masalan, bitta holat menda bo'lgan. Qarang. Er-xotinning mol-mulkini bo'lish bilan bog'liq holat ketyapti. Umumiy mulk turibdi. Umumiy mulkni bo'lish kerak, u yerda ulushni belgilash kerak. Da'vogar nima qilyapti? Bu umumiy mulk kreditga olingan edi, kredit menimcha to'langan edi, romini men qilib men qo'yganman, menimcha pul ketgan, mana shunaqa chalg'itib, oxiri sudya nima bo'ldi? Sudya kreditda o'sha 2014-yil to'langan summani o'zini chiqarib bo'lib qo'ydi. O'zi aslida mol-mulk 10 barobar qimmat turadi. O'sha kreditga yopishtirgandan keyin 10 barobar arzon qilib, o'sha kreditni puli senga kerakmi dedi sudya, o'shani bo'lib qo'ydi. Tushundingizmi? Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun siz aniq belgilab olishingiz kerak. Mayda-chuyda narsalarni chalg'imang, chiqarib tashlang. Bo'ldi. Aniq konkretni so'rasangiz, bo'ldi. Shu narsani belgilaysiz va eng kerakli narsani yana aytmoqchi edim. Siz masalan hozir da'vogar sifatida pozitsiyasida turib gapirdim. Endi javobgar pozitsiyasida ham siz o'zingizni nimadadir haq bo'lsangiz, nimadadir o'zingizni vajlaringizni keltirmoqchi bo'lsangiz, qarshi nimadir vajlaringiz bo'ladigan bo'lsa, sudda qarshi da'vo berishingiz kerak. Tushunarlimi? Men juda ko'p xatolar ko'raman. Masalan, oddiy misol keltiraman. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun, masalan, kelin bitta uyga kiritib qo'yishga sudga bergan, lekin u 1 yildan beri почти u yerda yashamayapti. O'zi bilasizlar, uy-joy kodeksi bo'yicha o'sha 154-moddasi adashmasam, 6 oy agar o'sha joyda yashamagan bo'lsa, yashash huquqini yo'qotganini topish mumkin. Lekin sud protsessi boshlandi, u da'vogar kelin kiritib qo'yishga. Bu javobgar qattandir eshitib olgan, shu 6 oy muddatda yo'qotgan kirmasa, agar uyga qaytib kelmasa, foydalanish huquqini yo'qotgan topiladi deyapti-da. Bemalol sudga kelyapti, men haqman. Hech qachon unaqa qilmang. Siz agar o'zingizni haq deb biladigan bo'lsangiz, qarshi da'vo ariza kiritishingiz kerak. Nima bo'ldi? Men o'zim ishtirok etayotganim, men ataylab shunaqa holatga kelganimda, o'shanda ataylab javobgar tomonga pozitsiyani belgilab olgan edim. Javobgar tomonga bu narsani to'g'ri deb uni sal bosishga harakat qildim. U o'zini xuddiki haqdek qilib, men qonun men tomonda dedi, vaholanki u sudga, birinchi instansiya sudiga, demak, qarshi da'vo ariza kiritmadi. Va polniy sudni yutqizdi, bo'ldi. Birinchi instansiya sudida yutqizdi, keyin apellyatsiya, kassatsiyaning hech qanaqa foydasi yo'q. Chunki
sud muhokama qilib ketadi. Sud aytdiki, 6 oy o'tib ketgan bo'lsa ham, lekin dedi, hal qilib qaror chiqarayotganda, sen sudga qarshi da'vo ariza bilan murojaat qilmaganing uchun men uyga kiritib qo'yaman dedi. Va bo'ldi. Sud yutildi. Uni hozir Oliy sudga yozsa ham, demak, uni bekor qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun har bitta ishga juda jiddiy yondashishlar kerak. Sudlarning ichida eng muhimi birinchi instansiya sudi. Chunki birinchi instansiya sudida hamma narsa hal bo'ladi. Tushunarli? Mana shu pozitsiyalarni belgilab oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, siz sudda demak qanchadir miqdorda, masalan 90% ga yutib chiqish imkoniyatingiz oshib boradi. Birinchisi pozitsiyani belgilash. Endi xuddi shunaqa birinchi instansiyada eng muhimi birinchi instansiya, chunki birinchi instansiyada hal bo'ladigan narsalar apellyatsiya yoki kassatsiya, taftish instansiyalarida hal bo'lmasligi mumkin. Chunki apellyatsiya, kassatsiya, taftish instansiyalari birinchi instansiyada muhokama qilingan va keltirilgan dalillar bo'yicha ko'riladi. Apellyatsiyada ham qo'shimcha dalil keltiradigan bo'lsangiz ham, lekin shu birinchi instansiya ko'rilgan ishi doirasida bo'lishi kerak bo'ladi. Apellyatsiyada, kassatsiyada, keyingi instansiyalarda demak siz qarshi da'vo ariza kirita olmaysiz. Ya'ni birinchi instansiya yutqizsangiz, qarshi da'vo ariza kiritib ketish esdan chiqqan bo'lsa yoki buni bilmagan bo'lsangiz, siz butunlay sudda yutqizgan bo'lasiz. Ya'ni poyez ketdi. Xuddi shunaqa da'vo muddati bilan ham xuddi shunaqa. Agar bittasi keldi, da'vogar sizga da'vogarlik qilyapti, mulk bilan bog'liq bo'lsa, boshqa bilan bo'ladigan bo'lsa ham 3 yillik da'vo muddati o'tib ketgan, masalan, qarz shartnomasi bo'lishi mumkin, 3 yillik da'vo muddati o'tib ketgan, lekin u sudda kelib da'vo qilyapti. Siz da'vo muddati o'tib ketgan deb ariza bermasangiz, iltimosnoma bermasangiz, birinchi instansiyada siz yutqizsangiz bo'ldi. Keyin apellyatsiyada, kassatsiyada ham ko'rinadi. Tushunarli-a? Demak, keyingi videolarimizni kutib qoling. Keyingi qadamni ham shunaqa hijjalab tushuntirib berishga harakat qilaman. E'tiborli uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar va do'stingizga ulashib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.